Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi 5-darsimizni boshlaymiz. 5-darsimiz ehtimollik taqsimotlari normal va binomal taqsimotlar hisoblanadi. Demak, bu mavzuni o'rganar ekanmiz. Bu ML sohasi uchun, ML fanidagi juda ham oson mavzulardan biri. Bu mavzuni tezlik bilan o'tib, asosiy mavzular tomon shoshishimiz kerak, chunki biz ML sohasida o'rganib yaxshi natijalarga erishishimiz kerak. Kimdir tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaring, men sizlarga alohida bog'lanib suhbatlashib olamiz. Nimada muammo, qanaqa muammolar bo'yicha. Shuning uchun hozir agarda kim tushunmay qolsa ham, hozir zamon rivojlangan. AI bilan ishlanglar, o'zinglar ustida ko'proq ishlab, misol masala hammasini yechinglar, o'rganinglar. Demak, normal taqsimot. Birinchi normal taqsimot nimaligini bilib olamiz. Normal taqsimot bu tabiiy hodisalar uchun eng ko'p uchraydigan taqsimot turidir. Negaki, mana bo'yi, og'irligi, test natijalari va hokazo eng ko'p uchraydigan taqsimotlardan hisoblanadi. Bu taqsimot bell curve qo'ng'iroq shaklidagi grafik bilan ifodalanadi. Formulasi mana shu bo'ladi. Mu mana fx teng 1/2 ilzosida 2p sigma kvadrat y ni darajasida minus x minus mu kvadrat taqsim 2 sigma kvadrat. O'rtacha qiymat bu min bo'ladi. Mana bu min turibdi. Bu min hisoblanadi. Sigma standart og'ish, standard deviation hisoblanadi. Xususiyatlari simmetrik, o'rtacha median modga teng. Ma'lumotlar 68%, 95%, 99.7 mos ravishda birinchi sigma, ikkinchi sigma, 3 sigma ichida joylashadi. Kod namunasiga keladigan bo'lsak, bunda ham asosan mana shu matplotlib bilan numpy hisoblash bo'lgani uchun bu yerda numpy qo'shiladi. Grafik bilan chiqarib berish uchun bizda matplotlib hisoblanadi. Kutubxonalarini ishlatamiz. Endi kodiga keladigan bo'lsak, kodida hozir natijani ko'ramiz. Mana qo'ng'iroq shaklda deyildi. Mana grafikda ko'ryapsizlar, qo'ng'iroq shaklda. Tushundinglar? Endi empirical rule nima? Empirical rule faqat normal taqsimotga tegishli bo'ladi. Agar ma'lumot normal taqsimot bo'lsa, demak bitta standart og'ish plus 1 sigma ichida bo'ladi. Standart og'ish ikkita standart og'ishga 2 sigma ichida bo'ladi. 95% ma'lumot. 3 ta standart og'ish bo'lsa, 99.7 ma'lumot 3 ta sigma ichida bo'ladi. Endi normal taqsimot deyilyapti. Mana sinfimizda bolalarda bo'yi bor. Bo'yi masalan 150 dan 190 gacha bo'lsin. Normal taqsimot bu 170, shu 170 dagilar bu normal taqsimot. Normal 170 dagi bolalar o'sha normal. 150 lar kam, 190 uzun. Maksimalga qarab ketyapti. Shunaqa. Muhim bir qoidani har qanday mu va sigma uchun amal qiladi. Normal taqsimot shakli mu va sigma bilan o'ngga yoki chapga siljiydi. Endi kelinglar. Mana misolda aytib o'taman. Chapga yoki o'ngga siljiydi debdi. Endi sinfimizda aytaylik, hammani bo'yi 170 cm bo'lsin. Birdaniga bir oyda ichida 5 cm, har bir bola 5 cm ga o'sdi. Bu mana
bu tomonga siljiydi. Mana bu qo'ng'iroq sal bu tomonga siljiydi. Chunki bir xil anaqa bo'lyapti, nima? O'syapti. Bo'yi sal kichraysa chap tomonga siljiydi. Tushunarli-a? Bir sigma ichida doim 68 buni aytib o'tdik. Mu va sigma qanchalik katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar foizlar o'zgarmaydi. Empirical rule faqat normalga tegishli, binomialda yo'q, Poissonda yo'q, har qanday notex taqsimot yo'q. Faqat bell shape normal curve bo'lagida ishlaydi. Xo'p, buni aytib o'tdim. Mana o'ngga, chapga silishini katta xatolik qiladigan joy. Ko'p talaba o'ylaydi, demak mu plus sigma 68 bu noto'g'ri. Demak empirical rule faqat mu va sigma oralida ehtimolni beradi. Bir tomonga emas, maksimal ehtimollikni muvozanatni ikki tomoni uchun bu degani mana bir xil siljiydi-da. Tushunyapsizlarmi? 5 ga mana shu tomoni, короче, bir mana shu tomonimda mana qo'ng'iroq buzilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Bir xil me'yorda shu 5 sm ga o'sdim, bir xil me'yorda o'sadi. Bir xil me'yorda kengayadi demoqchi. Mana ikki tomon muvozanatli, ikki tomon uchun teng muvozanatda bo'ladi-da. Hop, binomial taqsimot nazariyasi. Binomial taqsimot ikki natijali muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik tajribalari uchun ishlatiladi. Masalan, 10 marta tanga tashlandi, 5 ta gerb tushish ehtimoli mana shu formula orqali yechiladi. Masalan, n tajribalar soni, b muvaffaqiyat ehtimoli, k muvaffaqiyatlar soni. Endi men hozir notebook'im Asus bo'lgani uchun sensorli emas. Shuning uchun hozir men yechishim sal qo'lda doskada uni yechib bera olmayman u bilan. Hozir men aytib o'tib ketaman. Sizlar bu uyishinglar uchun misol bo'lib qoladi. Bizda n tajribalar soni debdi. N bizda necha marta tanga tashlanganda debdi. N bu 10 marta tashlanganda 10 yoziladi, n ga 10. K-chi? K muvaffaqiyatlar soni 5 marta gerb tushish ehtimoli. 5 ta gerb tushish kerak bizga. Tushunyapsizmi? P-chi? Muvaffaqiyat ehtimoli. Demak, qarang, tangada nechta tomoni bor? 2 tomoni bor. Shuning uchun P 0.5 bo'ladi. Endi hammasini aytib o'tdim. Mana buni prosta siz formulaga qo'yib ishlab qo'ysangiz bo'lgani. Shu eng oddiy misolda bular. Xo'p, kodiga kelamiz. Bismillah. Mana kodida juda ham oson. Masalan, kodini o'rganib olsanglar, kodi ham qanaqa? Mana faqat mana shu binomial taqsimot mana chaqiryapti. Import binomial. Tushunyapsizmi? From import qilyapti. Bu yog'i o'sha o'tib bergan numpy'im, import matplotlibim bo'ldi. Mana title, xlabel hamma biladi bu narsani. O'rgatganman. Juda ham oson misollar. Boyagini yechimi mana shu bo'ladi. Hozir qarab o'tsak, ko'rasizlarmi mana? Buni mana eng maksimali ko'rasizmi? Mana 0.25 ga yaqinlashyapti. Bu yoqda-chi mana. Bu ham shu pastda bir xil natija beryapti. Poisson taqsimot distribution nazariyasi. Poisson taqsimot muayyan vaqt yoki hududda ma'lum bir hodisa necha marta sodir bo'lishini modellashtiradi. Masalan, bir soatda bankka kirgan mijozlar soni yoki bir kunda pochta orqali kelgan xabarlar. Mayli, endi o'zimdan ham qo'shib aytaman. Baribir o'zim tayyorlagan bo'lsam, bir kunda like'lar soni, kommentariyalar soni, masalan, imtihondan yiqilganlar soni, imtihonga kirganlar soni, bunaqa nazariyalar o'ta ham ko'p. Buni formulasi mana shu bo'ladi. Mana bu lambda deyiladi, o'rtacha hodisalar soni.
tushunarli. K haqiqiy hodisalar soni. 10 marta qilsak, ehtimollar kod namunasi. Hop. Mana. Boysun taqsimot. Hodisalar soni. Hodisalar soni 1, 2, 3, 4, 5. 5 oraliqdagi hodisalar soni. Boysun taqsimoti bitta 0.25 ko'rsatyapti. Misol aytib o'tibdi. 1 soatda o'rtacha 3 ta mijoz keldi. Aynan 5 ta mijoz kelish ehtimoli qancha? Shuni o'ylab ko'ringlarchi hozir. Bu mantiqqa ham tortib ketadi-da bu narsa. Shu videoni pauza qilib ko'ringlarda. Nechta odam keladi? Nechta odam kelishi mumkin? 5 ta mijoz kelish ehtimoli qancha debdi. Endi taqqoslash jadvalini bitta ko'rib o'tamiz. Normal taqsimot turi, normal taqsimot qo'llanilishi uzluksiz hodisalarda. Parametri sigma bilan mu bo'ladi. Misol uchun mana tabiiy aniqlarda keladi deb o'tdim. Bo'y uzunligi. Bo'y uzunligi bo'lsa, bo'y uzunligi binomial ikkita natijalar hodisasi bu mana tanga tashlash eng yaqqol misol. Yoki kubik tashlash, har xil boysunda belgilangan vaqt hududdagi hodisalar. Masalan, aytib o'tdik mana 1 soatda o'rtacha 3 ta mijoz keladi. Aynan 5 ta mijoz kelish ehtimolini toping debdi. Formulasi qanday edi? Formulasi mana shu edi. Y ni darajasida lamla k. K'ni mana bu bilasizlar. Mayli, shuni men bitta yechib o'tib ketayin. Endi kiramiz. Qaranglar. Bizda x teng k debdi. K'imiz hodisalar soni bizda 5 bo'ladi. Mana. Misolni ko'ramiz. 5 ta mijoz kelish ehtimoli. Birinchi yoza olamiz. Xafa bo'lmaysizlar, men mishkadaman. K teng 5 bo'ladi. Endi formulani birma-bir tushuntirib ketaman. Mana k 5 bo'ldi. Y ni darajasida lamla debdi. Bizda y 3 ga teng bo'ladi. Y ni darajasida lamlachi. Lamla bizda 5 ga teng. Yo'q. Lamla bizga -3 ga teng ekan. K 5 ga teng bo'ladi. Lamla darajasi -3 ga teng qilaylik. Buni otashaylik. -3 ga teng bo'lyapti. X'imiz va x turganda x'imiz 5 ga teng. 5 ta mijoz kelishini ehtimolini topyapmiz-ku. Bizda keyin yana y qoldi. Bizda y ni darajasi bu bizda lamyamiz shunda 3 ga teng bo'ladi. Mana darajasini tushirsak 3 ga teng bo'ladi. K 5 ga teng bo'ladi. Boya formulani ko'rasizlar. P teng
p teng bo'ladi x teng k ga y ni darajasida lambda minus lambda k taqsim k ni faktoriyali. Mana. Endi shuni hisoblaymiz. O'rniga qo'ysak, mana hammasini yozib oldik bu yoqda. Demak, hozir hisoblasak, x'imiz teng 5 bo'ladi. Xo'rak. B teng qatlarga tushunarli bo'ladi. Shunda lambda y ni darajasida anavi lambda 3 teng qilamiz. 3 ta darajasida 5 bo'ladi. Shuni bitta chiqdi. 3 darajasida 5 ko'paytirilgan y ni minus 3-si taqsim. Endi k faktorial deb turibdi-yu. Masalan, 2 faktorial bu bizda 1 bilan 2 ni ko'paygani. Bu 2 ga teng bo'ladi. Tushunasizlar-a? Bizda 5 faktorial. Mana k bizda 5 ga teng edi mana. K ham 5 ga teng edi. Endi y ni minus 3-si bu matematikada qanchaga teng? 0.49 0.498 bo'lib ketadi. 0.49 deb olsagan bo'ladi. 8 sana. Da. Shunday bo'ldimi? 3/5-si bizda qarang. 243 ga teng. 243 ko'paytirilgan y ni minus 3-si mana. Y ni minus 3-si qo'ying, adashmaysizlar. Shunda bizga 0.498 8 ga teng. Xo'p. Bunday qilamiz. 120. 5 faktorialda endi 1 dan 5 gacha ko'paytirsanglar 120 ga teng bo'ladi. Shunda bizda yakuniy xulosa 0.1008 chiqadi. Bu 10% ga teng bo'ladi. Bu degani foizga hisoblasak 10%. 10.08 chiqadi. Biz yaxlitlab olib, mana buni yaxlitladik. 5 ta mijoz kelish ehtimoli 10% ga teng. Tushunasizlar-a? Da. Mana 10.8 dedimi? Mana shu natija chiqdi. Hop, qarang, shuncha hisoblaganimi? Kodda hisoblasak, hozir natija chiqarmikan bu kodimizda? Ha, mana 10.8 ko'rasizlar-a? Menda ham 10 yaxlitlab oldim, 10 deb oldim-da men. Mean variance and standard deviation. O'rtacha qiymat topish formulasi, standard deviation formulasi, variance formulasi. O'rtacha qiymat bu barcha qiymatlarning yig'indisi, ularning soniga bo'lish orqali topiladigan qiymat. Masalan, oddiy o'tibdi 5 ta talabaning ballari. Shuni men ana unda tushuntirib o'tirmay, Paint'da sizlarga og'zaki tushuntirib ketay, tushunasizlar degan umiddaman. 5 ta talabalarning ballari mana shular: 70, 80, 90, 60, 100. Endi aytibdi mana barcha qiymatlarning yig'indisi mana. Ko'rdinglar-a, yig'indisi. Mana yig'indisini qo'shyapti. Hop. Yig'indisini qo'shdi.
ularning soniga bo'lish. Bizda ularning soni nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ga bo'lyapti. Demak, o'rtacha qiymati bu 80 hisoblanadi. Yana qaytarib o'taman. Misol 5 ta talabaning o'rtacha qiymati bu 80 hisoblanadi. Mana chiqdi. Kodda ko'rinishi mana. O'tda ham oddiy, sodda. Endi sizlar shuni 10 ta talabaning ballarini hisoblab berasizlar. Mana kodini ham ko'rsatib o'tdim. Bu sizlar uchun ikkinchi vazifa hisoblanadi. 80 chiqazib beryapti. Juda ham oddiy. Variance, dispersiya, nazariy qismiga o'tadigan bo'lsak, dispersiya bu o'rtacha bu qiymatlar o'rtachasi atrofida qanchalik tarqoq ekanini o'lchaydi. O'rtacha qiymatdan farqni kvadratga olib, o'rtacha qiymatni topamiz. Xo'p, mana sigma kvadrat. Mana bu qo'shuv debdi-da, hammasini qo'shyapmiz mana. Bu kodda mana qo'shdik-ku. Summada bu. Muni aytdim. Bu bizda o'rtacha. Endi bu soni necha marta kelish soni. Katta dispersiya ma'lumotlar tarqoq, kichik dispersiya ma'lumotlar yaqin joylashgan hisoblanadi. Endi mana ko'radigan bo'lsak, agar ballar mana yana 5 ta ball bor. 5 ta ball mana endi aytibdim, mana aytdim boya. Bu n dedik, soni nechta? 5 ta mana. Buni tagiga 5 qo'ydik. Endi hisoblaymiz. Hammasini qo'shamiz dedimmi summada? Mana hammasi qo'shilyapti. Mana x da x minus myuni kvadratini hisoblayapti. Qarang, 70 dan 80 ayirasiz. Keyin kvadratga oshirasiz. Mana shuna hisoblanadi. 80 bilan 80 da ayirasiz. Tushundingizmi? 70 bilan 80 ayirdi. 80 bilan endi 80 ni kvadratini ayirasiz. 0 bilan hech qala bo'lmay qoladi. 90 dan 80 da unaqasini ayirasiz. 80 ni kvadratini. Nega 80 ni kvadratini ayirilyapmiz? Bizda mu turibdi. Mu degani bu o'rtacha qiymat. Biz mu'ni o'rtachasini topib olamiz. Boya bu misolda mu'ni o'rtachasi 80 ga teng chiqdi-ku, shuning uchun 70 dan 80 da ayiryapmiz. 80 dan 80 da ayiryapmiz. Tushunyapsizlarmi shuni? 90 dan 80 da ayiramiz. 60 dan har biridan ayirib kvadratga oshiramiz, 5 ga bo'lamiz. Shunda mana natija chiqadi. Mana qisqagina kodi dispersiya 200 ga teng bo'lgan. Mana kodimiz orqali ham 200 ga teng natija bir xil chiqadi. Ko'rdinglar-a? Endi standart deviation, standart og'ish. Standart og'ish bu dispersiyaning ildizi. Tushundingizda? Dispersiyaning ildizi. Mana 200. Dispersiyani hisoblaysiz birinchi. Masalan, standart deviationga oid misol tushsa, sizga tayyor formulaga qo'yib bermaydi. Standart deviationga moslab sizga amallarni ona qilib qo'yadi. Mana u sigmalarni berib qo'yadi. Siz o'shanda dispersiyani topib ildizni olib qo'ysangiz hisob. Masalan, hozir mana buni standart deviationi necha chiqadi? Masalan, hozir 200 dan ildizni olib qo'yaylik. 160 dan ildiz olsak 40. Shunda bu hisoblanadi. dan ildiz ostida 200 bu 10 to'ri nechadir chiqadi-da. Hozir kalkulyatorga kirib hisoblasak ham ildiz bormi? Mana bizda 200 edi. Natija nega bunday chiqadi? Mana 10 to'ri 4 chiqasyapti. 14 deb 10 to'ri 14. Tushunarli-a? Mana 200 da mana 10 to'ri 14 bu yerda ham ko'rsatib qo'ygan. Formulasi kod orqali juda ham oson ko'ryapsizlar kodlari ham.
buni o'zinglar ustida iltimos qilib so'rab qolardi, mana shu sohaga qiziqqanlar uchun shuni harakat qilinglar. Buni masalan o'zinglar yozsalaring bo'ladi, misol o'rniga qo'yib yoki ChatGPT juda ham ko'p AI'lar bor. O'shalardan so'ranglar, harakat qilinglar. Natijasi xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana boya ko'rsatib o'tdim bularda, mana qisqa xulosali jadvali PMF, CDF tushunchalar endi. PMF to'liq nomi Probability Mass Function. Qo'llaniladi diskret taqsimotlarda, binomial Bayesian taqsimotlarda. Ma'nosi ma'lumot qiymatlarining aniq ehtimoli. PMF bu aniq ehtimol. PDF debdi Probability Density Function. Uzluksiz taqsimotlarda normal qiymat oralidagi ehtimolliklar zichligini topadi. Mana masalan, mana shu yerda son, masalan 2000 ta ma'lumot bo'lsa, qanchalar tarqoq yoki qanchalar yaqinligini PDF hisoblab beradi. CDF Cumulative Distribution Function ikkalasi uchun ham shu qiymatlargacha bo'lgan ehtimollik. Mana ikkalasini ham ehtimolligini hisoblab beradi. Demak, mana nazariyasini birma-bir ko'rib chiqamiz. PMF diskret butun sonli qiymatlar uchun ishlatiladi. Butun. U har bir qiymatning ehtimolini beradi. Agar o'rtacha 3 ta hodisa bo'lsa, 2 ta hodisa bo'lish ehtimoli qancha? 2 ta hodisa bu. 2 x teng 2 ga teng bo'ladi. Yana minus 3 ko'paytirilgan 3 ta hodisa bo'ladi debdi. Hodisa bo'lish ehtimoli qancha? Bizda 2 tagida boy formulasini ko'rdilaring Pythonda. O'sha formulaga qo'yib hisoblanadi. Kod orqali ko'radigan bo'lsaylik, kodini birma-bir yozib bersam vaqtdan uni bo'ladi. Ko'payib ketadi, ham sizlarga yoqmay qolishi mumkin. Buni o'zim tayyorlaganman. Shuning uchun men birma-bir ko'rsatib o'tyapman mana. Ko'rdinglar, natijani chiqqan. PMF doimo barcha ehtimollar yig'indisi birga teng bo'ladi. PDF Probability Density Function uzluksiz qiymatlar uchun ishlatiladi, normal taqsimotga. Bu aniq ehtimollar emas, zichlikni bildiradi. Qarang, mana bu cheksiz deganiga cheksiz. Mana shunaqa. Bu PDF grafikasida maydon. Hozir bu yerda bizda maydon chiqarmikan? Degan ko'ramiz. Mana. PDF bizda x teng 1 bo'lganda 241 ga teng bo'lyapti. 0.241. Cumulative Density Distribution Function CDF har bir nuqtaga shu nuqtagacha bo'lgan ehtimollikni beradi. PMF yoki PDF dan farqli ravishda CDF har doim ortib boradi. Minus cheksizlikdan 0 gacha, plus cheksizlikdan 1 gacha bo'ladi. Natijasi 0.8413 debdi. 0.8 desak ham 84 desak ham bo'laveradi. Mana ko'rdinglar, bitta 0.8813 ketganda bu ketaveradi bu son. X 1 bo'lganda 0.84 ga teng. Qisqa taqqoslash, mana mini misol hammasi birgalikda. Endi hammasini birgalikda hisoblaymiz. Binomial, CTF, normal. Mana binomialda PMF
Probability mass function ishlatadi. Ikkalasi ham ishlatiladi. CDF bilan PMF. Mana normal ko'rdinglar. Endi sizlarga bugun uyushi bo'ladi. Uyushini hozir bularni boya yuqorida ko'rsatib berdim. Ko'rdinglar. O'sha yechimigacha. Hozir ko'rsatib o'tsam, uyushini sizlarga uyush tayinlab qo'ygandim. Mana 5 ta mashq. Buni screenshot qilib masalan ishlanglar. Hammasini hozir men Notion orqali ko'rsatdim. Kommentariyada plus qoldirsanglar, men sizlarga o'sha Notion'imni tashib beraman. Shu masalan bundan oldingi darslardagi Notion o'zingizlar o'qib, o'rganib qilasizlar, tayyorlanasizlar. Mana bu savollar. Mana shu savollarga javob topasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.